Ömrüm davomidachi mana shu yer yuzidan qaysidir komanda yo'qolib ketish kerak ekan. Yo Shanghai SIPG yo Atletico Madrid desa, men Atletico Madrid tanlayman. Shunaqa yomon ko'raman. Qadam bularda o'yin taktika paydo bo'lib qoldi. Oldin 57 kishi varataga turib olib o'ynardi. Bular sentrda u yoqqa o'tganini cho'zma bilan urib o'tirardi. Simeone toshib olib. 5 ta ham urami? 5 ta ham urami? Tavba qildim. PSG ham to'rt turuvdi. Cho'pon o'zgargani bilan qo'ylar asasi deydi-yu. Bu molparastlar nima qilyapti? Onam Zashtada Ho'sun bechora bitta o'zi o'ynadi, ko'rdinglarmi? Ho'sun bechora. Mbappe sentrda mayog'idan olib kelyapti. Varatani nariyoqlardan to'pni olib yurib, olib chiqyapti ham, eplay olmayapti bitta o'zi. Qolganlar asasi Vini haligi chular chalinishga hali Dodir bilan urushayotgan bo'ladi. Onam Maston Tuoni tushadi, yiqilishni boshlaydi. Kurtuva bechora save qilib 32 ta save qilib ham 4 ta gol o'tkazdi. Travma olib qoladi deb save qila olib ishonasizlar. Nima qilyapti bu Dodirlar tushunmayman.